2 haftadan keyin qo'shinimiz yurishini davom qiladigan bo'ldi. Mingbeshi yenimga yo'qlab keldi. Qandaqroq tursiz? Qalamsiz, mang'amsiz? Mang'man, dedim qat'iy holda. Chunki qilish texmi azobli edi. Gerçi yaram hozirmi sim-sim etishib turayotgan bo'lsa-mu, endi yuqumlanmaydi. Manganda bir az aqsab mang'atdim. Bo'lmasa men bir ot tepib beray, dedi u manga chidamay. Bu kunlarda men bir az mengib yuratdim. Qiyin edi. Ammo nimani degan bilan hayot qog'inim aniq bo'ldi. Shunga bek xush edim, desammi bo'ladi. Ammo bir tarafdan ko'nglimning yerimliqini yoshirmayman. Bu hayonga qolgan jonni endi ayab o'ltirmasammi bo'ladi. Asosiy qo'shin To'qsu Kucha yo'nalishga bir bo'lik bayga qarab yo'l oldi. Bayga avatilganlar bayni ishg'ol qilib bo'lib, Qizildan Kuchaga tushish kerak edi. Turshavul qismlarimiz bir kun avval yurib ketgan edi. Kichik nahiya bozorlarni Turshavul qismlar biz bag'ıchida tasarrufiga qilib bo'ladi. To'qsuda ko'p qarshilik bo'lmag'achqa Turshavul qism u yerni ishg'ol qilib, yerlik xalqdan mas'ullarni belgilab o'zlari Kuchaga ketishibdi. Kuchada bir az qarshilikqa duch keldik. Kucha mudofiasini sal chog'lash xatoliqining badili bek og'ir bo'ldi. Men texi ravurus yuramaydigan bo'lg'ashqa hujumchilarning sepida bo'lolmayotdi. Ko'pincha yordorlarga qo'limdan kelgan tibbiy yordamlarni qilib yuratdim. Bir kuni yordorlarga ilhom berish maqsadida Abduniyaz maktab o'ylisiga keldi. Abduniyaz 30-yillardagi 2-qatimli qo'zg'olonning bosh qo'mondoni bo'lishiga qaramay, mendan 5-6 yoshlar cho'ng, bo'y turqimi odatdagicha. Chiroyi sodda chiroy, yosh yigit edi. Uning qo'lida dadistematlik 15'lar, 105'lar bor edi. Uning shuncha yosh turib, shuncha nurg'un peshqadamlarni o'ziga bay'at qildirib, bundoq zo'r qo'shinni birlikka keltira olganligining o'zila Abduniyazning tariximizdagi o'rnini bekitishda aynak bo'la oladi deb ishonaman. U jasurligi, aql parasti bilan o'zidan cho'nglarni qoyil qila olganligi uchunla texi u 105 turibla e'tirof qilingan va bu qo'shinga bosh qilib saylangan edi. Mo'tavar oqsoqollardan bo'ladigan salofat uni bizga cho'ng bir odam qilib ko'rsatdi. Uning ustiga, uning obraziga biz o'zimiz kishilar orasidagi u haqdagi hikoyalar asosida yuklagan sifatlar qo'shilib, uni bizning ko'z oldimizda tinimsiz turda yuksaltib boradi. U keskin edi, lekin qiziqqan emas edi. Eg'ir besiq edi, lekin kishilarga yanada intayin qizg'in tuyg'u beradi. Uni tunji qatim ko'rib yiqib, oldida tamtirab turgan kishimi birdamdila uning tamkinlik kayniga yoshiringan illiqlikni bevosita his qilib, birdilla vujudi erib ketgandek bo'ladi. Abduniyazning chaqiriq kuchi dal mushu yerda edi. U tuyuqsizla meni ko'rib qoldi. Men uni tonimasmikin deb o'ylabdiman. Ammo u cho'ng chamdab oldimga keldi va bir oz norozi ohangda: "Siz nima qilyapsiz bu yerlarda?" deb so'radi. Yordorlarga qarayapman. "Oh, yorlonga o'xshamamsiz, oqsavatsiz-ku", dedi u chiroyi azobli tusda. "Ha, qachondan beri biz bilan billasiz? Qashqa ilingandan keyin qaytilgandim." Uning bilan birga kelgan polik komandirlari u yoqda saqlab turadi. U meni qo'limdan qo'yib etmayla yetiliginicha 15'larning yeniga keldi. "Bu yigit qaysinglarning qo'lida?" "Mening", dedi Kamal. Andin aldirab izohat berdi. "Men sizga gapini qilgan muallim shu. Aqsuning sepiliga chiqqanlar to'g'risida degandim-ku." "Ha, mundaqdan." Abduniyaz qo'limni qo'shqo'llab tutib siqdi. "Anglagandim. Aldirashchilikda ko'rishishni esimdan chiqarib qo'yibdiman. Ammo siz ekanligingizni aslo xiyolimga keltirmabdiman. Qandoqlarcha maktabni tashlab askarlikka qaytilib qoldingiz. Ustozimning qismatidan xabaringiz bo'ldi ya qachon. Buningga biz chidayolmadik. Barliq shogirdlari qasamiyat qilishdi. Inqilobga qaytilishga, ustozimizning amalga oshiramagan orzulari uchun kurash qilishga bel bog'lagan edi. Afsuski, bir kechadala birlari tutqun qilib, hammasini qayoqqadir elib ketibdi. Menga texmi alam bo'ldi. Endi bu jonning nima keragi? Shuncha esil odamlar oramizdan ketdi. Men qanchalik deb o'ylab, men oila fojiam haqida eg'iz ochmadim. "Sizga ehtiyojim bor. Men bilan keling", dedi u. Ondan 15'imga qarab: "Bu yigit menga kerak. Bu yerlarda zoya ketadi. Uni men elib ketaman. Yenimda bo'lish kerak", dedi.
Mən yana Nasıraxonga tartışdım. Oğu halqılıq paytda osallıq qıb kerakmi kəmmidi? Şundaq bolsunmu dostum emasmı? Onu billi elib ilishni so'radim. Abduniyaz birdam arsaldı bo'lib. Dostungizmi? deb so'radi. Ha, dostum, izchiladin. Undaq bo'lsa bo'ladi. Shundaq qilib, men endi Abduniyazning shtab ofitseri bo'lib qoldim. Nasıraxonmu yugur yetim aloqachilik ishlarini qildi. Bizda xarita bildiganlar yo'q hisob deydi. İttifaqçılarımız bo'lgan Tungallar o'zlari ishlatayotgan xaritasidan bizga bir nusxa bergan bo'lsa-mu, uni tushundiganlar yo'q bo'lg'ashqa, bizninkilar hamma ishni og'zaki o'rinlashtiradi. Shunga Abduniyaz menga ha degandila xaritani berib, "Mana narsani tushunamsiz?" deb so'radi. Bizga Mamtili apandi yurt belgisi degan darsda xarita o'rgatgan, hatto ta'til topshiriq hisobida o'z kentimizning joylashish xaritasini sizdirgan edi. Shunga xaritani tushunatdim. Afsuski, Tungallar bergan xarita Xitoycha yoziqda bo'lg'ashqa, bunisi bir oz beshimni qotirdi. Xitoycha bildiganlarni topqili bo'larmi? deb so'ragan edim. Boshliqlar darhol tepishga tirishadiganligini bildirdi. Bir necha kundan keyin men ko'nglimda boshliqlar bu gapni unutib qoldimikin deb yurganda, tuyuqsiz ishxonaga birini boshlab kelishdi. "Mana, Tungchi tepib keldim." Tungchi tarjimon degan ma'noda. "Tungallardan so'rab oldim", dedi shtab boshlig'imiz menga tilmashni tanishtirishga enimga kelib. "U kimkan demamsiz? Bizning Ho'shurkan." "Ho'y, sen bu yerlarda nima qilyapsan?" dedi Ho'shur hayron bo'lib. Mana shundaq chaqda o'zing biladigan bir kon tonishingni uchirtib qilish naqadar hayajonli bir ish. Uning ustiga uning bir yurtliq bo'lishi texmi yaqinliq ta'sirat berdi-da. Biz dexe Ho'shur bilan shiram tuqqanmi kelatdik. Shunga u mening bir oz aqsayotganimni sezib, chiroyi buzilib ketdi. "Yaralandingmi? Hozir qandaroq?" İkimiz birlikte xaritadagi shahar bozorlar, daryo ko'llar, ustidagi ismlarni uyg'urchaga o'rib yezib, biz ishlatgudek qildik. Shug'unisi, u shu kuni ish tugagandila o'zining qismiga qaytdi. Men xuddi ichimdan nimanidir so'rab olgandek yetimsirab qoldim. Ko'misami bo'pti ekan. Ko'rgandan keyin bir kun uning bilan birga ishlab, xuddi o'z uyimda, o'z yaqinlarim orasida turgandek bo'lib qopti ekanman. Endi shunchalik yig'i tutdiki, emdila haqiqiy yetim qolgandek bo'ldim. Diviziya ko'rlig'i kelib joylashganda, bizning asosiy birliklarimiz Qarshiada, Turshavul qismlar Arg'ubuloq tog'lariga berib yetgan edi. Urumchi oldimizda edi. Cheksiz umidvorlik ichida erish charchashni bilmay ishlaydik. Oqshomlari bekkacha yotdik. Ba'zi kechalari hech yotmasdan tongga ulaydik. Kuz oylari kirib urushni patroq tugatmasak, askarlar uchun qishliq lozimatliklarni hal qilish oxiriga ko'z yetmaydigan bosh og'riqi bo'ladi. Oqshomlari Nasıraxon o'z mijoziga ko'ra shtabda bo'lgan barliq plan, maslahatlarni Abduniyazning degan e'tiqodlari hammani so'rab sirtiqini elib turadi. Men bu tugumas qiziqish savollariga biror jumladan javob beribla, to'mtoq javob berib tugatdim. Nasıraxon bu javoblardan qanoatlanmaydi-yu, mendan bir oz taptatadigan bo'lg'ashqa, yana ko'chilab so'rashga petinmaydi. Men uning bundaq so'rashlarini balkim urushning natijasiga bakli ko'ngil bo'lishdan yoki bo'lmasa, kallasiga bu haqda g'am kirib olganligidan deb o'ylaydim. Shunga ba'zida uningga ba'zi ishlarni inchiga tushuntirgim keladi-yu, lekin yaltayib qoladim. Chunki mening nazarimda Nasıraxondek bir odamning buni bilish bilmasligi baribir edi. Shtab Qarshiga o'tganida oldingi sabtdan bakmi ko'ngilsiz xabarlar kelishga boshladi. Xitoylar O'rus askarlar bilan hujumga o'tgan edi. O'rus askarlar tasavvurimizdagi iblisga o'xshashlar, ko'gili, bilgili bo'lmaydigan, shaklini tinimsiz o'zgartib turadigan, xilma-xil qiyofatlarga kirib turadigan sirliq maxluqlar edi. Ularning qayerda paydo bo'ladiganligini va nimalarni qiladiganligini hech kim bilib bo'la olmaydi. Ularda aeroplan bo'lg'achqa, goh ko'kda, goh yerda, xohlagan joyda paydo bo'ladi. Ular paydo bo'lishi bilanla ular haqida bir-biri bilan zotili o'xshamaydigan xilma-xil rivoyatlar taqiladi. Gohida u bir qutqazuvchi shaklda unsa, gohida qon ichkuchi bo'lib keldilinadi. Lekin bir narsa boshdan oxir ro'shanki, ularning paydo bo'lishi bir shumliqning bishorati edi. Ular tariximizning mush mezgillarida birli vaqtda bir-biriga butunlay qarma-qarshi rollarni o'ynagan edi. Bir mahal Çarpadişahning qochoq askarlari deb pardazlangan bu askarlar
amaliyotda mush kundagi Sovet Qizil armiyasi edi. Ammo ular xalqaro munosabatlar hamda o'zlarining ezilguchilarning do'sti degan chiroyli niqobini oyab, Xitoy askari formasini kiyib, Oq O'rus askarlari degan atoqda yordamga kelishgan edi. Zerikli qurollar va aeroplanlar himoyasida qilingan bu umumiy hujum urush vaziyatini tamoman o'zgartirib etdi. Bizlar hujum holatidan mudofaaga, hatto chekinishga o'tdik. Ba'zilarning pichir-pichirlaridan ittifoqchimiz bo'lgan Tungan qo'shinlari bizninkilar bilan maslahat muqammay o'z oldiga urush sepini tashlab janubga qarab qochishga boshlabdimish. Hozir bizning harbiy vaziyatimiz butunlay yo'qolish vaziyatidaymiz. Ammo men bu gaplar bilan korim bo'lmay, o'zimning vazifamni bajonidil o'rindashning ko'ydil edim. Kim biladi, bu gaplar dushmanning vasvasa selish uchun topgan gapidir. Ammo ko'p o'tmayla bizning bosh ustimizda aeroplanlar agishga boshladi. Endi haqiqiy vasvasa boshlandi. Yaqin atrofdagi yurtlardan sepimizga qaytilganlar qo'shin chekinsa, yana uzoqlarga birga ketishdan o'zini qochirib, shu yerda sapdan ayrilib g'oyib bo'lishga boshladi. Bir kuni Abduniyaz men bilan ayrim gaplashadiganligini aytib, o'zining yeniga chaqirdi. Tungallar vafosizlik qilib, sapni bizga tashlab ketishdi. Ular o'z kuchini saqlab qolishning ko'yida. Biz hozirliksiz bo'lsak, keyinga bir plan tuzib qo'ymasak bo'lmas. Sizning amdi bu yerda yana hayal bo'lib o'ltirishingizning o'rni qolmadi. Siz keting, yaqinlaringizni to'plang, yoshlarni to'plang, tarbiyalang. Yana bir fursatni ko'tarilib chiqishimiz uchun tayyorlik ishlarini qilg'ashtiring. Bizmi ko'p o'tmay oqingizdan bordigandek turamiz. Bir kun hayal bo'lmang, at sahar yo'lga chiqing. Ha, rost, do'stingizmi birga ketsin, ishlaringizga yordami bo'lib qola. Beshimdan bir qapoq muzdek suv quyilgandek endikib ketdim. O'qimishlarimiz rost bo'lib chiqyotdi. Ba'gan qurbonlarning behuda bo'lishi naqadar yurakni yeydi ha. Ko'z oldimizda o'lgan Barno yigitlar ko'zimga ko'rinib elib, yig'ilib etayli dedim. Faqat shu Aqsuni ishg'ol qilishda mening komandamga berilgan burunqi muallim va izchilarning 20 dan ko'proq o'lib ketgan edi. Qandoq yaramli insonlar edi ha. Bir millatda bundoq sarxil kishilar ko'p bo'lmaydi. Agar zamon o'lim shularning beshiga kelaveradigan bo'lsa, bu millatning qad ko'tarishi keyniga ketaverdi. Hozirgi dunyoning taraqqiyoti intayin tez bo'lmoqda. Hozirgi bir kunda qo'ldan ketkizganlarimizni yana bir qarnadan keyin 10 yildimi to'liqlig'i bo'lmaydiganligini, yana bir asrdan keyin 500 yildimi to'liqlig'i bo'lmaydiganligini sezib turardik. Ustimizda g'oqirab uchib bizga o't purkayotgan aeroplanlar buni bizga his qildirib turadi. Dunyodagi eng qaloq bu yavoyilar kelgusida o'ruslardan bu narsaga ega bo'lmay qolmaydi. Hozir biz jismoniy kuchimiz bilan ulardan ustun keladigan bilan kelgusida bir narsa tegilib bo'lmaydi. Men shularni o'ylaganimda davomli o'ylab berishga jur'at qila olmay to'xtab qolatdim. Qaytadan asoratga tushishni o'ylagandimmi, shahid bo'lganlarni baxtlik deyishga bo'ladi. Bu xususdan o'limdan eshib yana qandoq mag'lubiyat, qurbonlarga shahid bo'lishimni o'ylab, Allohdan menga shahodat sharbati ichishni nasib qilsin deb tiladim. Abduniyaz bilan xo'shishib chiqib, Nasraxonga aytib ketadiganligimizni, tayyor bo'lishni aytdim. Uning tugumas nima uchunlariga javob berishga hafsalam bo'lmag'achqa. Ish oxirlashdi. Endi jinolarni jon etinglar deb ruxsat berdi. deb qo'ydim. Nasraxon mening kayfimning bayqmunacharligiga qarab, qayta savol so'ramadi. U mening bu javobimga qoyil bo'lganlardan emasligini, kayfiyatim iziga tushgan fursatni tepib, sababni qayta so'raydiganligini biletdim. Chunki biz 1000 kilometrlik bir safarni bilib bosatdik. Bu uzun, jafoliq va zerikishlik safarda uning bu sababni bilib olishga ko'p fursat bo'lganligini bilgachkila, untinsiz narsalarni yig'ishtirishga boshladi. Bir hisobda shu Nasraxonni yenimga ilvag'inimmi yaxshi bo'pti ekan. Oldimizda bir oyga yaqin bir safar turadi. Qechiyotgan Tungan askarlari tarafidan talon-taroj qilingan yurtlardan o'tkicha shu odamlarning vayrona holi, yaqinlardan ayrilganlarning qor yomg'ir yig'isini ko'rganimda ulardan qandoq non so'ra olaydim-kin. Chunki bizning yenimizda bir tiyinmi pul yo'q edi, nenimizmi yo'q edi. Bu holda har yurtdan o'tkicha shu yerda qo'sqimizni bir to'xlab, ondan bir ikki zapasdan hal qilib olsaqla yo'lni davom qilatdik. Bu holda Nasraxon bo'lmasa, mendek g'alati mijozlik bir odamning och qilishi hech gap emas edi. Bilmayman, beshimga kelsa ehtiyojimni so'ray olamdimkin yoki so'rashdan ko'ra o'g'irlik qilatdimmikin.
Mana hozir ozuqluq ishini bizning Nasiraxon ustiga oldi. Demsimi u menga qarab turamaydi. Mening jinim pishiq bo'lg'achqa yomoniga kelsa uningdan bir kun ortiq och qolishga chidaydi. U bo'lsa hech chidayolmaydi. Shunga biror yurtning qarshi ko'rinib bo'lg'ichilar eg'izlari tamshib ketadi. U hatto qandoqroq ko'rinishdagi uydan noso'rsa qo'lga bir nima chiqishni bilib ketdi. Men uningga Nasir, tajribali bo'lib ketding deb chiqishib qo'yatdim. Hamma yerda ko'milmay qolgan jasadlar uchrabli turadigan bo'lg'achqa, havo sesigan go'sht puruqi bilan ko'ngilni elishtirib turadi. Sesigan jasadlar ustida bo'lsa, yonboshlari zangarang paqirab turadigan semiz rochivinlar gijildab yuradi. Tungallar chekinish safarda o'zlarining amdi tamoman tugasganligini faraz qilg'achqa, har kim o'z kelgusining g'amida bo'lib, biror qimmatbaho narsa o'lja elish qo'yida bak murahimsiz bo'lib ketgan edi. Ruhi tushgan komandirlarmi qo'shinni mayliga qo'yib etishdan boshqa chora yo'qligini, mush orqaliqlar qo'shinni tutib turg'ili bo'ladiganligini biladi. Ustimizda bir qapoq suyimizdan boshqa tuzukrak yukimizmi yo'q bo'lg'achqa, biz har holda tez mang'an bo'lsak kerak. Oldimizda ketgan Tungan qo'shinlariga to'qsudi yetishib oldik. Abduniyaz qo'shinlari bilan Tungallar ittifoqdosh bo'lgandan keyin ularni o'z chaqlab, yoshirinib yurmayla udul o'tib ketmoqchi bo'lgan edik. O'ylamagan yerdan ular bizni tutib oldi. Bizdek yoshlar bu vaziyatda ularga toza kerak edi. Yardorlarning yuklarini ko'targizishga, nurg'un Uyg'urlarni hammonliq tutib olishgan edi. Buning bilan qismatimda butunlay boshqa yo'nga qarab o'zgarish bo'ldi. Zimmamdagi vazifam sug'chilashdi. O'ylaganimdek, Nasiraxon Abduniyazning bizni nima deb ketkizayotganligining sirtiqini elishni unutmagan edi. Bu uzoq zerikishlik safarda deyishmagan gap qiladimi? Uning ustiga u mening saptishim, do'stim tursa, yoshirishning hojati nima deb qarab uningga partizanlik harakati tashkillash vazifam haqida aytib berdim. Avvalgi kunlari talangan, xarab qilingan yurtlar, vayronchilik ichida qon yosh to'kayotgan aholilarni ish o'tib ketganda ko'rgan bo'lsak, mana endi Tungallar bizning ko'z oldimizda bundoq vahshiyliklarni qiladigan bo'ldi. Men dastlabda Tungallarning chiroyi bilan tilini Xitoylarga o'xshashi kerak deb o'ylab ekanman. Bu qitim vahshiyligi, yavoyligi va g'ayri aqli ekanligining Xitoy bilan o'xshash ekanligini sezmoqda edim. Ularning biz bilan zodi nima o'rtoqligi bor? Biz ular bilan zodi nima sababdan birlashdik? Bular zodi aqlimdan o'tmaydi. Kechlari ularning Gulxon atrofida namoz o'qiyotganligini ko'rgili bo'ladi. Lekin ularning o'qiyotgan suralari shu qadar burmalanganki, alhamduni aylixonmidu deb o'qisa hang-tang bo'lib qoladi. Texmi hayron qolarligi ularning namoz o'qiyotgan turuqliq qilayotgan vahshiylik edi. Ular ibodat bilan qilmish orasida bir o'rtoqlikning bo'lishini va bundoq masishning shartligini o'ylab boqmiz kerak. Xuddi bugungi nurg'un Uyg'urlarga o'xshash 5 vaqt namozni qazosiz o'qigach Xitoyga ishlagandek. Ularning nazarida vahshiylik qahramonlik edi. Tamoman al bo'lgan, mahkumlikda beshini sangiltib turgan, faqat hayot qilishdan boshqa niyati bo'lmagan yuvosh dehqonlar hech qanday qarshilik qilmasmi, ichib pushib qasimi o'ldiradi. Mushundaq vahshiyliklarni ko'rganimda texi yaqindili qo'shinimizga bo'lgan kichikgina bir voqea ko'z oldimda jonlanadi. Nimalarnidir qaldirlab, tizilib o'ltirgan bir Xitoyni etish uchun qo'ral batlab turgan bir Uyg'ur askarni ko'rib qolgan Abduniyaz askarning tasdiqiga selib qoralni tortib olgan edi. "Hay Guytoza, bu nima qilganing? Biz Xitoylarning yavoyiligi ustidan isyon ko'targan turib, ashularga o'xshash qilsa qandoq bo'ladi? O'g'il bola bo'lsang, qarshilik ko'rsatish iqtidoridan qolganlarga emas, sen bilan tang elisha oladiganlarga botirligingni ko'rsat. Burnidan manqiy qitib tursa, qandoqmi o'ltirgin keldi?" deb tillagan edi Abduniyaz. Biz tutqun edik. Ularni to'sib qilish qo'limizdan kelmaydi. Hamma vahshiyliklarga qarab turish yuraklarimizni laxti-laxti qilib etadi. Agar to'simiz desak, birinchi hamladila o'lishga to'g'ri keladi. Bunisi hammaga ayon. Tungallar az bir bölük odamni otushga avatib, boshqalari bachangdilli Bashkiramning yo'liga tushdi. Shunga men otushning bo'sug'isidan oilamni ko'may birinchi qitim o'tib ketdim. Agar oilam deyishga bo'lsa, amaliyotda sho'ruqda mening birdan-bir hayot ko'chitim bo'lgan o'g'lim bor desam bo'ladi. Ammo oxirgi qitim ko'rgan chig'imdagi turqini esimga olsamla, tug'ilibla ona sutidan mahrum bo'lgan bu bechora bolaning hayot ekanligiga ishongim kelmaydi. Shuning uchun otushga kirmasdan Qashqayga o'tib ketishimiz menga bir xil tasalli bo'ldi.
mas'uliyatimdan qaçışda bir xil bahane deyishkim bo'ladi. Bajangdan chiqib, Bashkeram yo'liga tushganimizda uzoqdan o'ng tarafda sho'ruqning, so'l tarafda kechingizning dal-daraxtlari qarayib ko'rinib edi. Yuragimni qiziq bir cho'g' ko'ydirgancha pastga saqib ketgandek bo'ldi. Kechingiz Atushdagi bir yeza, Atushning eng sharqida, qisman janub tarafida deyishgan bo'ldi. Bu daraxtlar kechki gugumda bag'on siri qo'yuqlashib ko'zini yutmoqda edi. Uning ko'zdan yutishi go'yo jimiki ezgulikning, arzu-armonlarning, suyilgan narsalarning umumiy zavolidek vahimalik, qo'rqinchliq bir his baxsh etib, yuragimni shunchalik mujudiki, hatto men o'zimdan ajrab ketgandek, ketayotgani tonish, ammo o'z bo'lmagan bir gavdadek tuyulib ketdi. Ashu gavdadan ajrab ketgan men egiz osmonga parvoz qilib, ko'k qa'rida turib, mastlardek, aqlning buyruqsiz dastlab ketayotgan yot gavdani ko'zitayotgandek bo'ldi.